Nima bu? Buning ichiga go'sht bo'sh solmaydimi? Xolodilnik bombosh nimani soling, hali bolalarning bog'chasi ham to'langani yo'q. O'zimni ham jonimga tegib ketdi. Bunaqa bo'lishini bilganimda umuman uylanmas. To'g'risi ham de, ro'zg'orni eplolmasiz, ne uylangansiz o'zi? Nima uylangansiz desam? Yurgin demasang, bitta narsani ko'rsataman. Va Sardor aka. Sayfulla qo'shni yaxshimisiz? Yomonmi? Menga qarang, adamga har doim qachon to'y ko'ramiz mahallada. Qachon to'y ko'ramiz mahallada miyalariga chiqdingizmi? Baxtli bo'l. Gapingizga kirib uylantirdilar meni. Endi ro'zg'orimni eplolmayman. Bir ikisini bering. Ya qachon to'y bo'ladi deb Adila nazarda tutdim. Seni uylantirib qo'ydilar-ku. Onam hayotlar-ku. Hayotmidilar? Sendagi qo'shni. Yurma bu yoqqa. Kelji. Keldim amaqa. Menga qarang, qarindoshlarning oldida kasalga ham chiqardingiz, qiz ham topdingiz o'zingizchi. Undan tashqari erga tegadi yaqinda bu deb gap ham qildingiz. Mana oxiri uylandim gapingizga kirib. Hozir ro'zg'orimni eplolmayman. Bir ikisini bering. Biratala erga tegib qo'ya qolmabsan-da. Sizniki amaqadan ketdi yur. Menga qarab bitta sen qolding. Kim uylanmagan haqida video olsa menga tashirding. Oshna og'aylar orasida ham tema qilarding. Mana uylandim seni gaping kirib. Endi ro'zg'orimni eplolmayman. Bir ikisini ber. Buni yo'li bor, o'rta ozmasang aytaman, barakan ham bo'ladi, ishingda rivoj ham bo'ladi, o'sish ham bo'ladi. Xo'p, qanaqa ekan? Mana birinchisini oldiga shu ikkinchisini O'chir, jinni mumkin emas. ikkinchi ishchi tomonman. Barakan bo'ladi. Endi chichib oldim. Chaldimga.